qo'shimcha axborot belgilari. Qo'shimcha axborot belgilari bu ya'ni belgilarni, misol uchun ogohlantiruvchi belgilar yoki qanaqadir belgilarni tagida o'shalarga qo'shimcha ma'lumot berish yoki bo'lmasam ta'sirini aniqlashtirish uchun ishlatiladi. Men sizlarga hozir yana xunuk chizgan chizmalarim bilan ko'rsatib beraman. Foni oq, o'zi yozuvlari qora bo'ladi. Znakni pastida bevosita ishlatiladi. Buni birinchisi bo'lsa, ya'ni 7.1 znak, 1 znak obyektgacha bo'lgan masofa. Ya'ni misol uchun znakni ko'rdingiz, pastida yuzni ko'rdingiz, o'sha obyektda misol uchun ta'sir boshlanishi deysizmi, yo misol uchun xavf-xatarni bildiradigan znak bo'lsa, o'shungacha bo'lgan masofa deysizmi, stop belgisi bo'lsa, stop tagida qo'yilsa, unga qolgan masofa deysizmi, shu obyektgacha bo'lgan masofa bo'ladi. Bu o'zgarib turadi. Bu bo'lsa shu stop chizig'iga yaqinlashuv. Bu yo'nalishi, misol uchun chorrahada bo'lsangiz, shu tarafga burilishingiz kerak bo'lsa, shungacha bo'lgan masofa. Bu teskarisi. Xo'p. Endi bunisi boshqacharoq. Strelka tepaga bo'ladigan bo'lsa, obyekt ta'sir oralig'i bo'ladi. Misol uchun to'xtash taqiqlanadi deyilgan bo'lsa, shu 100 metr yozilgan bo'lsa, ikkita strelka bo'lsa, o'shuni oralig'ida to'xtab bo'lmaydi. Bu ham shunaqa, prosta zo'rroq bitta strelka. Bunisi bu ham ta'sir oralig'ini ko'rgan bo'lsangiz kerak, shungacha amal qiladi. Misol uchun shunaqa strelka bo'lib turadigan bo'lsa, shungacha ta'sir qiladi. Bu shungacha bundan keyin ham ta'sir qiladi degan. Misol uchun to'xtash taqiqlangan belgisini ko'rsanglar, pastida tepaga pastga bo'ladigan bo'lsa, shungacha va undan keyin ham ta'sir qiladi, to'xtab bo'lmaydi. Bu ham shunaqa. Ya'ni bu yo'nalishini bildiradi, lekin ta'sir oralig'i bu ham. Bu ham shunaqa. Bu ta'sir yo'nalishi. Misol uchun yuk avtomobillar yoki bo'lmasam traktorlar, ya'ni o'zi yuradigan mashinalar harakatlanishi taqiqlanadi degan znak bo'ladigan bo'lsa, tagida shunaqa strelka bo'ladigan bo'lsa, ya'ni foni oq, strelkasi qora bo'ladigan bo'lsa, u shu tarafga yurish taqiqlanadi degan bo'ladi. Qolgan hamma tarafga yursa bo'ladi, agar to'g'ri polosada bo'ladigan bo'lsa. Tushunishim bo'yicha. Men o'z pravadan dars o'tmayman, prosta tushunganim. O'zim uchun aytyapman. Bu ham shunaqa. Bu ham shunaqa. Men ikkita bir xil chizib qo'yganman, jinniga o'xshab. Oh my god. O'z transport vositalari turlari, misol uchun o'sha taqiqlovchi ishora yoki bo'lmasam buyuruvchi ishoralar ishlatilsa, qanaqadir shu belgilar ishlatilsa, o'shuning tagida shular kelsa, shularga taalluqli ekanligini ko'rsatadi. Misol uchun bu avtomobil, bu tirkama, misol uchun yengil avtomobilga tirkama, bu yengil mashina, xullas siz mashina ko'rgan hamma narsalar yoki olamaslarni zo'r chizib qo'yganman. Bu tarafida ham shunga o'xshash. Bu xavfli avtomobil orange bo'ladi. Bunisi elektrokarlar, yo'nalishsiz taksilarmi shunaqa. Endi bular boshqa, Bular dam olish kuni degan, shanba. Bu bo'lsa ish kunlari degan. Bu o'zi bevosita yozib qo'yadi qaysi kunligini. Bu o'sha dam olish kuni ipasiga soatini yozib qo'yadi. Misol uchun shuni amal qilishini yoki taqiqlashini. O'z nomi bilan amal qilish vaqti ekan. Xo'p. Bu ham shunaqa. Bu ikkalasi bo'lsa, mana bu yog'i parkingni tagiga qo'yiladi. Misol uchun parking belgisini bilasizlar, mashina qo'yish joyi. O'shuning tagiga qo'yilsa, xuddi shunaqa qo'y degani bo'ladi. Misol uchun yoniga qo'yib qo'y, bitta ballonni chiqarib qo'yib qo'y, buni ustiga qo'yib qo'y, orqa bilan bunday chiqarib qo'yib qo'y. Xuddi shunaqa, bu ham oldini ko'tarib, orqasini ko'tarib, masalan, mashinaqasiga shu qanaqa qo'yishni o'rgatadi. Hop. Bu mana tar qilib qo'yishni taqiqlaydi. Misol uchun o'chirib qo'yish kerak. Bu bo'lsa necha minut? Pullik xizmat ko'rsatish joyi ekan. Necha minutga necha? To'xtab turish muddati, mana shuni aytmoqchi edim shekilli.
Bu bo'lsa avtomobil ko'rik joyi tepaga olib chiqib ko'rgizadi. Bu ruxsat etilgan vazn, misol uchun 15 tonna dan oshiqlar to'xtab turib olmaydi deydi. Yo bo'lsam shu. Ne bo'lib turib, ne bo'lib ketsa xavfli yo'l yoqasi bo'ladi. O'sha qurilish bo'layotgan joylarda qo'yiladi, ehtiyot bo'l deb. Bu taqiqlamaydi yo hech nima demaydi. Prosta o'zing mo'ljalingni olib yur. Zaryad tugab qolmasin ish qilib. Bu asosiy yo'l yo'nalishlari, misol uchun asosiy yo'lda belgisini tagida keladi. Qaysi yo'l asosiy yo'lligini ko'rsatadi. Misol uchun siz mana bu yo'ldan kelayotgan bo'lsangiz, shu asosiy yo'l tugab bu yoqqa burilayotgan bo'ladi. Misol uchun bu yoqdan kelayotgan ham asosiy yo'lda kelayotgan bo'ladi, bu yoqdan siz ham asosiy yo'ldan kelyapsiz. Shunda o'ng qo'l qoidasi rol o'ynaydi. Misol uchun bu tarafdan kelayotgan odam sizga yo'l beradi, chunki siz unga o'ng tarafda turibsiz. Shunaqa. Harakatlanish bo'lagi, misol uchun qanaqadir znak qo'yilgan bo'lsa, tepaga qo'yiladi. Pastida xuddi shu bo'lakka amal qiladi. Misol uchun 60 qilib turib, mana shu bo'lakka qo'yib qo'yadigan bo'lsa, faqat shu bo'lakda 60, qolganlarida boshqa cheklanish, harakatlanish cheklanishi bo'lishi mumkin. Bu bo'lsa ko'zi ojiz piyodalar o'tish joyi bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun nima edi? Peshobod tagida shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa bo'ladi. Nam qoplama, misol uchun bu bulut bilan yomg'irdan bunday qilib qo'ygan. Yurayotgan yo'lingiz sirpancha bo'lishi mumkin. Shuning uchun 50 yuring deyish mumkin. Misol uchun agar 50 turib shunaqa qilib qo'ygan bo'lsa, nam qoplamali bo'lganda 50 yurasiz, bo'lmasam yo'q. Xo'p, nogironlar, misol uchun bu ham shu to'xtash joyi qilib turib nogironlar qilib qo'yadigan bo'lsa, shular to'xtasa bo'lmaydi degan. Endi unaqalar bo'lmasa kerak, chunki nogironlar hamma joyda to'xtasa bo'laveradi. Ya'ni hamma joyda deganda o'rtasida emas, shu chekkaroq qolib to'xtasa bo'ladi. Bu shunga ta'sir qilmaydi. Misol uchun bunday qilib qo'ygan bo'lsa, to'xtasa bo'laveradi, to'xtab tursa ham bo'laveradi. Ya'ni tepasidagi znakka qarabda. Voy, bu uncha ko'p bu. Bo'ldi senga. Mo fotoapparat rasmga olyapti. Tepasida misol uchun cheklangan unaqa bo'ladigan bo'lsa, rasmga olib qo'yishimiz mumkin. YHHDH deganmi shunaqa. Buyuk. Bu bo'lsa misol uchun bular. Buni tushunmadim to'g'risi, buni qiziqmaganman. Bag'ini vashi tez aytaman, telefonim zaryadi o'chib qolyapti. To'siq. Navbat bilan o'tish. Bo'ldi. Shular, ya'ni znak tagida o'tadi-da. Bo'ldi, bu yo'q keyingisi yo'lda yotiq chiziqlarni o'rgataman sizlarga. Hech kim ko'rmasa ham.